Sizlar bilan o'sha biz bugungi videoda Minecraft Imperiya 2-qismini olamiz. Mayli, endi u videoni 4 marta ko'rilibdi. Lekin like ham yig'ilmabdi. Mayli, endi chiqaraveramiz. Men sabrsizligim bilasizlar. O'tgan videoda mana shu ko'rib turgan joylarini biz naqa qildik, qurgan edik. Keyin shu bilan video tugadi. Endi bugungi videoda shuni ko'rib turganlaringdek mana shunday qishloq atrofini o'rab chiqamiz. Qanunda videoga ketdi. Biz birinchi navbatda mana shu devorni yakunlashimiz kerak. Mana ketdi. Tak. Agar o'tgan videoni ko'rmagan bo'lsalaring, albatta o'tib ko'rishni maslahat beraman. Ba'zi muammolar bo'lib qoladi. Lekin sizlar uchun dushi harakatdaman. Tabriklarsizlaring ham bo'laveradi. 400 dan ham oshdik. Kanalim juda ham tez rivojlanyapti. Chunki kanalni men hisoblaydigan bo'lsak 3 kun oldin video qo'yishni boshlaganman. Lekin bular hammasi katta videodan emas, shortsdan kelyapti, lekin to'g'risidan oshdik. Tabriklar. Birinchi mashtaklab olaylik. Saçak. Asla bo'ladi. Chiroy uchun naqa qasrni tepalariga qilib qo'yamiz. Imperiyamiz tepasi. Chiroy uchun xolos hammasi. Mana darrov kelchibay tushadi. Mana bu ham chop. Uyingga qarab chop. Ana tushdim mana. Biz shu katta joyga borib qoldik. Kim otdi? Ipli. Uxlab turgan, ashni ham to'g'rilash kerak hali. Men tepadaman. Eshik tepasidaman. Yahu. Atamiz, tushamiz. Yapamiz. Va ketamiz. Ertalab to'ydi. Yap. Men vatrda turib qoldim. Mana qo'ysak.
Bundan keyingi video qanaqa bo'lishini qandaydir kichkina video chiqarishni ko'rsatdilar. Ko'ryapsizlar, hatto like bosib, obuna bo'lib, komment yozinglar, iltimos kanalimizni rivojiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Videolarim qiziq bas-ku, lekin men sizlarga qo'ldan kelganicha video qo'yyapman. Sizlar meni mehnatimni qadrlagan holda shu paytda obuna bo'lib qo'yinglar. Please. Iltimos. Oldinda rahmat obuna bo'lganlaringizga, like bosganlaringiz uchun. Daraxtlar uzun ekan. Aqaqam yo'q, xohishim yo'q. Bila. Yo-mayo, buni tagi ochiq ekan hali. Uni tagini ham bekitishimiz kerak biz hali. Tagi ochiqligini sezmayapman. Tak. Qavatli bo'ladigan bo'lsa, to'g'rilashimiz kerak. Tepa. Ne 2 qavatli ketsa, demakdan bekitib ketaveradi. Loy bordi, loy eslataylik bundan ko'ra. Sudek bo'ldi sen. Piyolaga tutsin piyola deydi. Chaynakka tutsin chaynak deydi. Aytdan bekilarkan tagi. Demak, ana epikni. Deyəndə işte yaman oldu. Burası yağmur duyardı. Burası yağmur duyardı. Vay. Büyük bir yaman şimdi. Uyuşak şey yapalım. Güzel arkadaşlar. Hala biz bu yönlü daraxtlardan yıkatışımız gerek. Hadi işte. Anca işte. Yok bunu. Azaltılsana tagine bekliyoruz. Hazırlar 2 sekund. Men qaytdim. Siz nima qiladingiz? Yo'q, to'g'ri. Oke, daraxt shotdek hozir. Videomizni olib oching qolib.
boshqa odam ekan, monstrlarga ko'rishim. Bloklarda shunchaki bezak uchun blok kerak bo'lsa mashlab ishlab chiqaryapti. Sir og'zini pasaytiradi. Kaçmasın. Ne istek? 4, 2, 3, toş istek. Bu ne olmuş ki? Ne olmak istiyorsunuz? Duyan görüyorlar. Havalı darak. Sakat çıkarmasam gerekiyor. Takip tepemde bırakıyorsunuz. Ve xullas da ketdim. Sho'mayu kimsindir dedim. Muharrirlar diyorlar, haqiqiy saroy. Teshib kelishdan boshqa yo'l yo'q. Shit. Temu. Bakalım. Ay kita. Bolda ben 2 kaçın. Versto. Bolda bir kaçın. Taraflar. Tamam. Güzel abi şallah. Boltanı sokatağız. Yağmurlu kanlı güzel yağmur. Ne burada çıkıştı? Bütün kullandığım ikine ayıp koyar. Aman da kaldı. Yo. Kanlar çıkıyor hazır. Anam kanı. Şey böyle. Ay onun gibi. Çok da halattım oldu. Agar men tarakka ursa uxlab olaman. Ne qo'rqityapti mana uni. Qanday bu aqli ishlayapti. Yo'qmi chiqib ketib yuryapti. Qo'ng'iq choy ketdi. Bilaman uxlashim kerak. Yo'q. Bir tarafda uçtu, yağmur yağaloq, ichi to'la bumaloq. Yo, ona bola tarafdan uyimizda bor ekan. Yo, Vat. Sal o'xshamadi lekin bu. Anam oldi o'ldirmagan. Anam oldi oy bela. Anam oldi o'ldirmaganicha meni ko'nglim to'lmaydi. Faqat klipper portga ketsa bo'ldi. Qoch faqat klipper portlamas. Qishloqdan portlasin. Portla. Men qaytdim, bolalar. Ana, bekini basha tepaga chiqib oldim.
Osmon qarayotgan ko'k sindiramiz. Pastga qarab qaychi biling. Sindirib ketamiz. Biz endi mana hozir to'xtatib qo'ydik. Katta bir zombi kelyapti. Keginchi o'ladi. Aytdimmi? Portladi. Endi biz buni haligi kinolarda ko'rgan bo'lsalaring, bunaqa qilishimiz kerak. Saroylarda quvurlar bo'ladi-yu. Chiqamiz. Ay urishgani kelyapti. Lekin men urushaman. Mayke. Ay, iflos. Bunaqa bermadi. Kanalga Abbos xullas unaqa mashhur futbolchilar haqida video qo'ydim. Ular albatta ko'ringlar. Menimcha bo'ldi desam, mashina qilsak. Hatto uychaga o'xshaydi, lekin quduq bo'ladi. Quduq. Quduq. Mana. Shapay ketadi. Tak, biz ketdik endi buni davo bilan qilishimiz kerak. Sakra. Biz hali mana shunday balandlikda qilamiz. Shaqqa qarab. Mana birinchi asarni qo'ymadik-da. Lekin anchagina zo'r imperiya chiqyapti. Hozir blok qo'yib. Menga daqqos uncha yoqmaydi, menga Dream yoqadi. Dream kachoka bo'ladi. Hozirgi kunda to'g'ri ko'plab odamlar bunaqa deb o'yladi. Daqqos Dreamda o'ldirgan, Technoblade bilan janglagan yutgan deb. Lekin ular NPC ekan, shu aniqlandi. Dreamda videolari unaqa ekan. Nima deydi? Fake ekan. Dream cheater ekan birinchidan. Ikkinchidan yolg'onchi ekan. Masalan, haligi qariyalarda haligi TNT bilan ko'proq mashhur bo'lgan. Haligi odamlar kelayotganda TNT qo'yib portlatib, ustidan anral tushirib qo'ygan. Lekin sizlar faraz qilinglar, sizlar Dream bilan, Daqqos bilan o'ynayapsizlar. TNT sizlar tomonga uchib kelyapti. Qarab turasizlar. Keyin unaqa Dreamda o'ldirgan. U shunchaki Dreamda skinidagi unaqa boshqa odam bo'lgan. YouTube'lardan videolar tarqalib ketdi. Dream fake deb. Daqqos fake deb. Ishonmasizlar, o'zlaringiz YouTube'ga kirib Daqqos fake deb yozib ko'ringlar, chiqadi. Nimaga buni ikki xil taxtadan qilyapsan salang, taxtam tugab qolyapti. Daraxt chopish kerak hali. Mana bilmashdek daraxtlar chopib skeletga o'radim, mayli. Lekin anchagina zo'r chiqyapti ko'ryapsiz. Shuncha qurib kelasan, manet bo'lsa yer bo'ladi. Nimasi bu? Tak. Indamaytlar bo'shatib chiqish kerak.
Zontachaga qurish kerak. Ro'g'arilar. Zontacha ko'rsataymi? Tepaga chiqaylik. Hadalak. Tak, endi bayt. O'yin bu Imperial mavzusi sizlarga qiziq bo'lsa, albatta like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarning yordaminglar bilan biz 1000 ta bo'lamiz. Hozirgi YouTube kanalimizda bizda jami obunachilar 400 nechtadir bo'ldi. Anig'i esimda yo'q, stop there. Olmaz bu bizda. Nima ishimiz bor ko'rsatamiz. Iloyim narsalarimiz sinib qolmasin faqat. Anaqa bo'lganmiz. Imperiyani keyin quraveramiz. Olmasa qo'yadigan qishloq. Men bilaman qaytlarda olmos borligini. Faras qilinglar, imperiyani mana qishloqda o'rab quryapmiz. 15 qismli bo'lib ketadi-da o'zi ham. Bu 3-4 qismli bo'ladi xolos. Balkim shu qismni ham tugatib qo'yaverarmiz. Yana bilmadim. Tog'maytda bo'lsa, birinchi so'g'ay temirchilik. Ishdan ko'rib tushiramiz. Birinchi o'rinda shapak bekitib qo'yamiz. Kiralmaydi. Endi to'g'ri pastga. Kelgansini deyapti. Ishlatim kelmayapti. Boyib chiqamiz hozir olmos bilan. Nizga borib kelamiz bu orada. Bo'ldi. Topdik. Olmasmi? 7 3 2 1 Olmos chiq. Alash ketdi. Olmos chiq mana. Yo'q, olmas. Bu yolg'on. Bas, kreativdan qo'yib qo'ygansan deb o'ylasalar, xohlasalar o'zlaringni kirib ko'ring. Nimaga bula olmayapti? 1 2 3 4. Elementarim dolib ketibdi. Nima olmayapti? Nima deyapti bo'larmikan? Yerda o'tirdim. Qo'yib chiqib ag'larga ham boramiz. Endi men ko'ziga qaramaslikka urindim. Vau! Tentak. O'zi bitta zarba yoqmaydi. Bloklar qayerdan tushar ekan? Shunga hayronman. Oldim. Faqat olovga bas, faqat olovga bas. Urmayapsan.
Bля. Bля. La 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 la. RTS tovunasek. Şapat. Karnı sulu. Oy böyle yanıp ketdim. Aha olovga tushma. Lava yongan. Bekitib qo'yaylik, yoqmayapti. O'sha paytda bu lavaga tushib ketsam, shu bilan tugadi. Challenge. Laris nima bo'lmaydi? Bunchalar shafqatsiz dunyo ham bo'ladimi? Bo'larkan. O lapis. Lazuli. Lapis lazuli. Buni ham bo'lmaydi hali. Hozir bola. Mana qaytdim bolalar. Endi biz jondan anaqalar to'plab olishimiz kerak bo'ladi. Resurslar. Bular to'plab olgandan keyin imperiyani qurishda davom etamiz. Bizda hozir redstone 4 olmos 5 ta oltin bor. Boshqa narsa yo'q. Yoki mushtam aytdim. Lekin lapislar o'zili yo'qolib qolibdi-da. Tashqariga chiqib kelganimcha. Qimmatlar. Zehrlar yana kerak bular. To'xta, nadir bo'ldi bunga. Telefonga. Ha, yo! Uy, sal qolishga sal. Ne? To'g'ri, unda dream nima? Qay qo'yib ketganmiz, taxta qo'yib ketdi. Naqabarsanlar. Ko'rib qo'yadimi? Olyapti. Men qo'lim. Lavaga tushib ketishim. Ay, jahat. Lavaga tushib ketishim. Aşağıda yol var arkadaşlar. Buna keçti var. Tahtan bekliyor. Tümüşüm bekliyoruz. Ay böyle. Çık. Uy, kreatif de kıramız. IQ olmayan da IQ oynayacağım ama lan.
uzr sizlardan uzr so'rayman. Nima qo'rqib ketgandan chiqib kirachaga o'tib boshqa yo'lga chiqamiz. Uy, yarimta jon bilan. Endi o'lishdan qo'rqib qoldim-da. Mashinacha narsa hayit bo'lardi, mashinacha narsa. Bo'pti, ko'p gapirmasam, tondan chiqib ketaman san, jonim to'lsin. Sakrat, buqa sakrat, itdan. Bunisi narasini ko'ramiz, bunisi narsa. Men jonimni to'lsin. Toma. Yetarli bo'ldi o'zi shuni o'zi. Sal qolsam aytgan tushib ketardi. Hey dedigimdir. To'rog'i nimadir? To'rog'i bu endirme. Hehehe. Temirchi ham bo'lmaydi hali. Bunday keraksiz ipim bor ekan. Olmoqchi bo'lyapman ko'pligiga. Uni ham olamiz. Sehrlangan kerak ular. Sehrlash stol yasasammikin? Kelka yasasammikin? Qaysi birini yasay? Stop bilan kerak bo'lsa topib qolish. Voy yana bor. Uy. Shiro tuttu. Water drop. Hehehe. Wow, chiroyli joylar ekan. Yo. Buncha ko'p narsalar. Oh my god. Who is this, bro? To'sinasan deraza beraman. Vay. Temir kirgansin-da. Olmaz. Baytdan ketmayman. Ketda qolaman. Versga ham tushmaydi aytgancha. Qani endi u yerda. Yo'q, tushdi. Bizga kilga kerak. Joyda pech yasab olamiz. Keyin bittasi temir pishiramiz. Daraxtlarni qo'yib, buni ol. Ko'mir, bunga esa temir. Olmasa qoldim yana. Yaxshi ham chiqmagan ekan. Beladimi bu? Fakerim bor. Endi yetadi endi. Aniq silliq yetadi. Üçüncüsü pişiş arafatida va pişti. Bitti xolos bas. 101 2 3 4 5 ta. Bizi 9 ta. Bitta qilich, bitta kirka, bitta bolta, bitta oshib qolar ekan. Uni yana qilamiz. Yo. Ikkita ketsa, menda qoladi hozir. 9dakini olsak. 7, bitta kirka, bitta bolta. Bursak bu bo'ldimi bir pasda? Yo-mayo. Bir stak bo'pti. Mana bu kerak. Andezit. Troshni. Endi sporoniyman. Bunisi bir stak bo'lmaydi. Shundan bir stak ketishim mumkin.
Nima dedim? Astagfirullah, nimaga bo'lmaydi? Ishqilib oltinda olinmagan. Endi ham tashqariga chiqmasak bo'lmaydi. Narsalar bo'shatish kerak. Bunyadi ham bo'lmaydi. Kiyim yasasam kiyimim bor. Buni yasasam. Ay, kerak. Taxtaga yasasam, o'sha taxtam ham tushib ketadi. To'rttasam bitta yasasa bo'lar ekan. Ikkita yog'ochdan bitta, undan bitta. Nima ham kerak emas hozir aytaman. Mana ko'ta blok kerak emas. Bizga nima kerak emas. Aynan. Biz bitaman, bitta dona kerak. Bu ham kerak. Tamam. Yani qorda yuraymiz. Bechoralar. O'tiramiz. Bittaligimigan? Bittalik ekan. Toshim tugadi. Qaysi birini olay? Buni yoki uni. Manacha restoran. Mashta o'tirib olib, sizlar tashlab yuboramiz. Musorlar davlat. Musor. Tak. Daraxt musor. Karshga kerak emas. Faqat yetarli. Birazgina nima qilaman? Çok kerak oldu hanımca. Şuna geliyor. Kereği. Minecraft bitta bug bor. Bilmasalaring bilib oling. Ay. 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 Koyamıyorum toş bilan koyayım. Bilaman orqasini ko'rsatiladi bu. Shunga biz lavaga qilamiz. Ha. Kliper bizni ko'rmaydi. Yo. Kliper bizni ko'rmadi. Kliperga nimadir qo'ygan. Bizni payqamay qarab turibdi. Oy. Lekin ancha vaqt ko'rmadim. He.
Tezda qochishimiz kerak tezkor. Yo, yana bitta bor. Sudan qo'yamiz. Talloy bor ekan. Pasti bedroq bor ekan. Ne qiladi? Xolos hech nima yo'q ekan. Hech paytdan tushgan ekan. Birapatdan tashqarida kechasi. Bizda esa orqacha. Hozirgi joymi? Da, biz maktabdan tushdik. Az ko'rsataman. Tushgan joy mana, biz tushgan joy. Mana. Shuni qo'ydim. Lava chiqmasa. Desam-mi? Fakki. Bu fakki qarang. O'zim ko'raman. Yo'q. Yo'q, bana bobom ro. Uf, endi bu bo'lar ekan-ku. Yo-mayo. Bolalar 2 minutga videoni to'xtatib tur. Bolalar, hammaga xayr, shu joyda videomiz tugadi. Mana biz tepaga ham chiqib oldik. Ko'rib turganlaringdek. Mana biz topgan narsalar shular bo'ldi. Bo'pti, sizlar bilan Rey o'z kanali bo'ldi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Rey o'z bo'ldi. Barchaga xayr.